Zapravkaga keldik, zapravkada benzin oshib ketdi, bildingmi? Necha pul? 10 ming bo'ldi. Yo'q, benzin oshib ketdimi? Qaysi benzindan 90 mi 80 mi? Xo'ja aka, o. Benzin necha pul? Ochib ketdimi? Seryo'zi? Ke, bir gapirasaylik, ke, xo'ja aka. Davo ketdi. Xo'ja aka bilan bir xo'ja akalar. Xo'ja aka buncha benzin ochib ketdi bo'lib ketdi, xo'ja aka. Gapiramiz-ku? Ha? Benzindan jigarlar uchundan zapravkalar uchiga haddan arzon bo'lish kerak. Xo'ja aka. Bo'lishi kerak, benzindan nima deydi? To'g'ri, benzindan eng katta xo'jayin kim? Bilmayman, topish kerak-da, bir gapish kerak. Chunki tasliman xo'ja akalar bilan qiynalib yuribdi-da. Buni musulmon mo'ma, senga ayb yo'q senda. Amlab ketamiz, xo'p? Gap yo'q xo'ja aka. Men hali ishlar bilan charchash yo'q. Damo nima qo'yasan? 90 80 mi? 80, 92 ga men pul yo'q. Yo'q, kambag'alman seni. Yo'q. Ko'rdingmi, katta bola jantar yuryapti. 80 qo'yib yuryapti. Oxirgacha men mo'ma jigarlarim sizlar uchun yaqinda mo'ma. Endi hayot bir xabar shunday bo'ladi, bizneslar.